Tushundinglarmi mer? Короче, mana aytgandek bo'lsin. Mana xohlasanglar men telefonimdan ko'rib olinglar. Shaqay san lekin yomon o'zingdan ketyapsan. Nima dedingiz? Hozir men sizni o'zidan ketkazib yuboraman. Tushundingizmi? Vaqti lavozimimizni olib tashlayman. Bo'ldi kechirasan, bo'ldi xabarimiz. Bo'lmasa o'sha san aytgandek qishloqni shunday qilib qo'yamiz. Davay. Aytgancha barcha salom do'stlar. Meni ismim Shahid. Mening video roligimga xush kelibsizlar bolalar. Короче, bolalar, bu yerda nima bo'lyapti deydiganlar bo'lsa, men adminlik oldim bolalar. Tasavvur qilinglar, adminman. Buni qaranglar. O'zi urondan, uronmish nima desa bo'ladi. Darajadan bilsanglar bo'ladi. Men daraja 1030 bolalar, 1030. Вообще borman o'zi. Nima desa bo'ladi? Shokdamanda bolalar. San hali ko'rasan, hali adminlikdan tushasan-ku. Nima, men adminlikdan tushaman. Admin menga ishonib ketdi bir oyga. Ana endi bir oy qaysilar rasamga o'ynasanglar, короче, shuni chiqaraveraman. Nima, xo'p, bo'ldi bo'lmasa. Mayli, mana sizlar ishlaganlaringizga men bunchalik beshafqat emasman. Mana do'st qo'shinglar mumkinmi? Opitlar bor. Hop, mayli, mana senga bitta, okey. Senga mana bitta, senga ham to'xtaylar вообще, mamnun qilsam. Nima bo'layki, bolalar juda ham ana odam boru. Okey, sizga mayli mer ikkita. Okey, oppa. Короче, olasanlar, tushundilaringmi mana? Mer ko'rib tez-tez ish qilinglar. Yaxshirib qo'yinglar bolalar. Aha, bo'ldi. Ya do'stlar, o'zingizlardan so'rasa yaxshimisizlar bolalar? Короче, bolalar, agarda Telegram kanalimda 1000 ta obunachi qilsam, men o'zimni yuzimni ko'rsaman bolalar. Tushundinglarmi? Короче, mayli, hujjatlarni ham, hujjatlarni berdim. Nima qilaman bolalar? Bu adminlik haqida hujjat. Buni mana bu yerga qo'yib qo'yam. Yo'q, do'stlar, bularga ishonch qolmagan. Voy do'stlar, buni qaranglar, nima bo'lyapti? Urollarni, darajalarni demoqchi edim. Obunachilar, sizlarga modlik kerakmi? Unda men o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. Bilasizlar, yaqinda men o'zimni Telegram akkauntimni o'chirib yuborgandim. Shu sababdan yangi kanallar va yangi akkauntlar ochdim. Eski kanallarga obuna bo'lgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Umuman kerak emas endi ular. Meni yangi kanalimga va chatlarimga obuna bo'lib qo'yinglar va modlarni o'sha yerdan olinglar. Yangi modlarni tashlab boraman. Barchalaringizni kutib qolaman. Unda mayli, nima ham derdim. Men ketdim. Bir aylanib kelaychi, nima gap ekan bu o'zi. Bu qishloqda nima qilsak bo'laykan ey do'stlar? Men o'zi aytganimdek bo'ladi do'stlar, sizlarga hali ko'rsatganim yo'q. Bular qurib bo'lgandan keyin men sizlarga ko'rsaman qanday bo'lishini. Okey, mayli, men bir aylanib kelay. Yaxshimisan ot? Okey. Xo'p, mana do'stlar, men o'zi kreativ bo'lganman bolalar. Chunki men axir adminman, u bilasizlar, Shahis admin bo'ldi endi do'stlar, vaqtinchalik bo'lsa ham. Do'stlar, tushunmadim. Bu meni qishlog'immi? Menimcha adashdim cho'qi. Yo'q, shu yer, mana koordinatalarga qarayman-da. Shu yer do'stlar. Ajoyib do'stlar. G'ayratabiiy molodis, lekin do'stlar, qani hozir qishloqlarga boraylik, qani o'zi nima mebellaganmi do'stlar? Mebellamabdi do'stlar. Voy. Nima kirmayapti? Mana kirdi. Okey. Mana narvon qo'ymagan. Mana bitta minus. Narvon qo'yish kerak edi, narvon. Xo'p, mayli do'stlar. Xo'p, mer, yaxshimisiz? Mana Shaqay san aytganingdek qilib chotki qilib qurib qo'yding. Ha, normalniy. Eplabsizlar. Endi nima, bironta sovg'a bormi? Mayli, sizlarga nima sovg'a ham derdik. Men bunaqa sovg'alar bor sizlarga. Lekin bular hammasini bera olmayman, chunki bilasizlar, hammasini bersam boyib ketishinglar mumkin va adminlarga bu juda ham katta ziyon. Shu sababdan mana shu bir stakni bo'lishib olasizlar. Shaqay senga katta rahmat. Mayli, bular nima shokda va bittasi yig'layapti. Buni juda ham qiynaldida bularni qurishdi, lekin men davay ishlaydi deb ishlatdim bularni. Mayli, mer. Omadingizni bersin, omadinglarni bersin sizlarga. Okey do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin. Короче, mana buni, meni uyimni qaranglar nima qilibdi. Mana do'stlar, bitta kamchilik qilgan. Bitta kamchilik, mer. Normal ishlasanglar bo'lmaydimi? Hayron qolaman men sizlarga. Bir tuzi ishlamaydi, bolalar. Qani bu yerda yana kamchilik topamiz bolalar. Kamchilik topib merda azoblaymiz bolalar. Juda ham qiyin azoblar bilan azoblaymiz. Okey. Hop, kamchiliklar yo'q hozircha bolalar. Menimcha kamchilik topilmasa ham kerak bolalar qo'yganiga. Hop, mana buni qo'yib qo'ygan. Mayli. Kamchilik deb hisoblamaymiz bolalar. Yoki eshik yo'q adashmasam. Hop, mana eshik yo'q. Mana bitta eshik yo'q. Qanday qilib bunga bir e'tiborsizlik qilishim mumkin? Hop, do'stlar, menimcha bu yerlarga eshik qo'ygan. Eshik qo'ygan. Okey. Hop, ikkita kamchilik topdik do'stlar. Ikkita kamchilik topdik. Qani endi hozir merga gaplashamiz. Mer. Nima bo'ldi? Короче, ikkita kamchilik topdik. Bittasi nima edi? Bittasi qanaqa kamchilik? Bittasi eshik bo'lsa,
Bittasi ham menimcha eshik edimi, bo'ldimi? Ha, mana bu edi. Qanaqadir mana bu temirchilik, ha, temirchilik ishlaydigan joy, stul edi. Nima deding? Ovoz eshitilmadi zotan. Ha, короче, mana bittasi kamchiliklardan bittasi mana bu eshik va mana bu temirchilik stoli. Voydan kechirasan, mana bu qishloqda qurmaganda, lekin men o'zimnikini zo'r qurdim. Ha, siz o'zida yuzda qurdingizmi? Ha, qani ko'raylikchi, bo'lla bu o'zini uyini chotki qilib qo'yibdi, lekin bo'lla. Men bir admin bo'lmay bo'lla. Ha, do'stlar, mana buni qaranglar. Nima qilgan buni do'stlar? Bu shunchalik pul yig'adiki, bilmadim bu qayerdan pul yig'gan. Ha, qayerdan yig'gan? Bizdan yig'ganda bo'lla, shu sababdan hozir buni nima qilishni ko'rsatib qo'yaman bo'lla, okey? Okey. Hoppa, yaxshi. Menimcha hammasi joyida do'stlar. Hop, bularni mana bunday qilib sovuramiz. Okey. Hop, bo'ldi. Mana tangala turaversin bo'la, tangala turaversin. Hop, bo'ldi. Yaxshi. Hop, tangala. Hop, bo'ldi. Sandiq bo'ldi, chest. Qaysi sandiq edi? Oltin sandig'idan adashmasam, mayli, oltin sandiq turaversin va mana bu oltinlarni ham solib qo'ysin. Xo'p, mayli do'stlar, xo'p. O'ylaylarni qarang. O'ylaylarni kam beradi, shuncha puli bo'lib turibgan. Mana men o'ylayman, вообще kerak emas men o'ylayman endi. Ha, do'stlar, yaxshi admin bo'ldim bor. Ana endi bularni hammasini bittama-bitta teraman shunday qatorasiga. Xo'p, mayli. Ha, shahis vaqtida uyimga qanaqadir labala qo'yding. Ha, yuzni короче mana shuni tekshirib chiqdim. Juda ham ajoyib ekan yuz. Aha, mayli. Xo'p, mayli. Sizlarga mayli nima desam bo'ladi? Eng zo'r qurgan va meni uyimni kim qurdi, to'g'risini aytinglar. Bitta ham kamchilik, yo'q, bitta kamchilik topdim-ku. Mayli, chotki quribdi lekin. Basman lekin. Sen emasmisan? Yo'q, siz emasmisiz, mer? O'z sasalashga o'tibsan-a? Yo'q, просто men adashib ketdim. Qo'riqchilar qo'ydinglarmi? Ha, qo'riqchilar men o'zim chaqiruvdim-ku, aytgan chiqqan turibdimi? Okey. Assalom janob admin. Aha, salom. Okey, короче, sizlarga hop ish haqqingizni berib qo'yib bo'ldi. Bilasizlar, ish haqqi juda ham kerakli narsa. Ha, to'g'ri aytasiz. Короче, давай, chotki ishlaylar bo'ldi. Hop, mana ko'rishinglar mumkin do'stlar, вообще hozir men o'zgartirib tashladim bu yerni. Men bir kreativ bo'lmay bo'ldi. Ha, o'zimga bitta BMW olmayapman bo'ldi, BMW. Ko'pchiliklaringizga BMW yoqar ekan, to'g'risini aytsam bo'ldi. Shu sababdan hozir BMW deb qidiramiz edi, olamiz bo'ldi. Qaysi BMW olsa ekan do'stlar? Aytgancha do'stlar, bunaqa modlar kerak bo'lsa, nima desam bo'ladi? Hammasi Telegram kanalimda. Telegram kanal video opsiyasida va kommentariyada bo'ladi. Kommentariyadagi silkadan kirsanglar ham bo'ladi, bemalol bo'ladi. Okey. Opa. O, yaxshi. Hozir qotishlar bo'lishi mumkin, chunki bu BMWni qo'yishda bo'ldi. Opa. Yaxshi. Opa. Okey. Opa. Hop. Voh, yaxshi. Mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Короче, mana bitta BMWcha qo'yib oldik. Voh. Mana powerni yo'qib ketdi bo'ldi. To'g'ri, haydaymiz. Okey, bo'ldi. Mana shu tuga. Hop, menimcha o'chdi bo'ldi. Voy. Okey, bo'ldi. Xo'p, menimcha hammasi chotki bo'ldi. Bo'ldi. Mayli. Mer, короче, men o'zimga bitta BMW oldim, mer. Sizlarga nima olib bersam ekan? Nima sizlarga yoqadi? Nima yoqadi do'stlar? Bularga nima yoqadi? Bironta almaz, nima desam bo'ladi? Men izumrudli bironma yoqarmikan bolalar? Qani emerald yozdik bolalar. Nima olib bersam ekan bolalar? Hop. Vo do'stlar, mana bular bor ekan. Qilich bersam, nima desam bo'ladi? To'polon desam bo'ladimi nima? O'shani ko'tarish mumkin bular yoki buni qo'ysam ekan? Yo'q, juda ham mana o'yda bolalar. Hop, nima ekan? Hammasi bosh kiyim bo'lsin, hammasiga bosh kiyim bo'lsin bolalar. Hammasiga bosh kiyim bo'lsa, menimcha ishlayotgan paytda juda ham asqotishadi do'stlar. Okey. Mana sizlarga sovg'a yana bitta, короче, men bularni taqib olinglar, juda ham ajoyib narsa. Hammani taqib ko'rsaman sizlarga mana. Menga sal xunuk ko'rinadi ekan, lekin sizlarga juda ham ajoyib ko'rinishi aniq bolalar. Voy, katta rahmat lekin. Lekin men hammasini olib qo'yatdi. Yo'q-e, mer shundaymi? Yo'q, qanaqa hammasini olib qo'yaman. Olib qo'ymaydi. Olib qo'ysa menga aytinglar, o'zim mana shu yerda shunday lavaga tiqib olaman. Voy, mayli, вообще do'stlar, menga voy. Men bu musorni olib tashlasanglar bo'lmaydimi? Tushunmayman sizlarga, mer. Ha. Men bu musorni olib qo'yinglar. Aha, bo'ldi. Chotki 5 minutda olib tashlaymiz. Aha, mayli. Va men video olayotgan paytim xunuk ko'rinadi-da, to'g'risi, obunachilarim yoqmasligi mumkin. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Aytgancha do'stlar, men Telegram kanalimda o'shaga 1000 ta obunachi qilsanglar, men o'zim yuzini ko'rsataman va mana bunaqa modlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimizda ko'rishinglar mumkin do'stlar. Juda ham ajoyib modlar. Mana bu mashina modlarini qaranglar, juda ham
shikkaladi modli. Lekin men bularni hali beri mebellamagan. Nimaga mebellamagan bo'lib bilmadim. Pulini olgandan keyin normal narsa bo'lmasmikan? Ha, mayli. Hozir do'stlar qaranglar, birinchi o'rinda men o'zimga optli. Mana bitta kamchilikni bittasi do'stlar. Mana buni ochib bo'lmaykan qilib qo'ygan. Ochib bo'lishi kerak bolalar. Ochib bo'lmasa bo'lmaydi bolalar. Ha, mayli, nima ham derdik bunga. Okey, hop, mana optlarim bor do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Hozir optlarni sachitamiz va hozir ko'rasizlar. Okey. Hop, mana, okey. Men tez bosamiz bolalar, men ketmaydi. Besa mana shu kuchli birsanglar agar. Hoppa. Menimcha hammasi yaxshi do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Вообще optlar mana orqamdan yuribdi do'stlar. Men xohlasam nima desam bo'ladi, maksimal optga chiqarsam bo'ladi. Просто bolalar bilasizlar, men juda ham erinchoq bo'laman. Ha, mayli. Короче, mer qarang, o'ziga qarang, tushundingizmi? Voy shaxs atrofida optlar aylanib yuribdimi? Ha, mana ko'rishingiz mumkin yana. Okey, mana tez qo'yamiz. Hop, mana ko'rishingiz mumkin, mana optlar aylanib yuribdi. Nima edi? Voy lekin juda ham zo'r ekan optlari. Aha, mayli, men adminman-ku, короче, davay chotki ishlarni qilinglar. Hop. Telefon bo'lyapti. Nima shahardan chaqirishyapti. Voy, men buzvordimmi men buni? Qo'yib qo'yay. Hop, mayli, men shaharga chaqirishyapti, davay sog' bo'linglar. Aha, bo'ldi, mana bu muzorlarni olib qo'yamiz. Aha, davay. Hop, men optlarni olib ketaylik. Hop, mayli do'stlar, bugun sizlar bilan yana shaxs bo'ldim. Kelasi videolarga ko'rishguncha xayr do'stlar. Mana shahardan chaqirishyapti. Shaharga tezroq bormasam bo'lmaydi. Katta odamlar chaqirishyapti. Mendan ham katta odamlar bor, to'g'risini aytsam bolalar. Shahar qaysi yo'lda edi? Voy, tushunmadim. Mana bu yerda edi shahar, adashmasam.